aqamoqsan motor qil, baqaga motor qil. Ustoz, zo'r ish qildim. Yana nima ish ko'rsatding, shogird? Nexia'ni kalotkasini jentriga bosib yubordim. U kalotkani Nexia'ni o'zining egasi olib keladi-ku. Xavotir olmang, eskilardan terib bosib yubordim. Voy kallavaram. Qara, klient keldi. Ustoz, yangi divizionaga. Hayda-haydan. Yura. Ha. Voy, onajon. Buni motor qilish kerak ekan. Borma o'g'lim. Kelay tog'a, nima qilsam? Ash mashinani oldini ko'rchi, tormoz bosganimni g'arillayapti-da. Ko'ramiz-da tog'a. Shogird. Nima ustoz? Namozni balonni yechib, kalotkasini ko'ramiz. Namoz balonni bilmadim-ku, lekin motor qilish kerak. Qanaqa ustaxona bu o'zi? Shogird, Labbay ustoz. senga ham yalchimadim-da. Hayda-haydan. A few moments later. Nima imkon? O'g'lagan aka. Namozimni yog'ini bir almashtirib beringchi. Masalamiz ham aka, yigitlar. Qara o'g'lar. Kam. Labbay aka. Amakini mo'ylarini almashtirib bergin. Ya. Boshida bu amakini mo'yini almashtirib bo'lmaydi. Nima uchun? Bu mashinani motor qilish kerak-ku. Aqamoqsan motor qil, baqaga motor qil, nimasi bu o'zi? Ukam, Labbay boshliq. sen kelganingdan beri ancha savdolar pasaydi. Shuning uchun hayda-haydan. Voy onajon.